kaprizli odamlar bo'ladi-yu, hamma narsani idealini xohlaydigan odamlar bo'ladi-yu. 210 ni ideali keldi, 121 ming yurgan, chisti Yaponiya 99-yil, kraskasi top-toza, rosa mehr berib haydalgani keldi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka, mashinamiz texnik tarafdan hech qanaqa ishi yo'q. Kraskalari ham top-toza, mashinaga rosa mehr berib haydaganmiz. Debetotlar egalari mashinaga Michelin balonlar ham taqib qo'yilibdi. Hech qanaqa defekt yo'q, lyuki bor, 3.2 litrli motor turibdi. Radnoy motori, ofitsialniy rastamoshka bo'lgan. Ichlarini ham bitta ko'ringlar. Bu mashina kerak bo'lsa, sizni ham, meni ham qaratadi, ishonasizmi? Bu mashinalar umuman qarimaydi, o'zi yuraveradi. Torpedka holatlari ham, sizdena holatlari ham, hamma joylari matviy bo'lib turibdi. Kelib, ko'rsangiz, o'zingiz ishonch hosil qilasiz. Oldi, orqa parktoniklar, klimat kontrollar, sizdena abagreiflar, rullari holati ham yaxshi. Radnoy probegi 121 ming kilometr. Lyuk bor, alkantara tom, hech qatari defekt yo'q. Nima bo'lsa, hamma funksiyasi ishlab turibdi. Telegram kanal ham ochganmiz. Telegram kanaliga ham o't olinglar. Har xil mashinalarni qo'yib boramiz. 99-yil kraskasi top-toza, hamma joylari yaxshi bo'lib turgan, 3.2 litrli motor, egalari bilan borib tortishdik, rosa tortishdik. 19.700 dollarga ko'ndira oldik. Yana ham egalariga telefon qilib, savdalashib, maslahatlashib, yaxshi 210 olaman deb haydab yurgan tanishlarga yuborib qo'yib, billa kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.